Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli aziz halkımız, aziz görürmelerimiz. Qalbdan qalbga namlıq programımızın 5-ci sanını görüşünlərini qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yılğun. Qadirlik görürmelerimiz bu uluq Ramazan ayının harf gündən başlap her günü bir temada bu mübarek saatlerde sizler bilen yüz görüşüp oturupdumuz. Bugün tünügün elanımızda bəgəndik. İnfaq meselesi de, infaqның haqiqi mənisi degan temada toxtulduğanlığımız haqqında elan bəgəndik inşallah. Bu bereket halkımız tarixdən buyan bütün dünyadaki Müslümanlar, şunun cümlesinin halkımız mı, dinimizin körsətmesi boyunca bu mübarek ayda qılıb aldığan nurgun türlük yaxşılıqlarının içinde Allah yolunda çıqım qilish, her sahaya Allah razı bulduğun yollara köplep çıqım qılıdığan, yaxşılıqını köp qılıb aldığan şundaq mübarek günlerde turupdumuz. Şunun için biz bu infaq meselesi faqatlam pul mal dünya sarf qilishlanam infaq deb qaramdıq. Yoki bunun türleri qanday, qaysi türlerge bölündü. Şartları nima degandek meselelerni tunup öteyli deb bugün bu temani o'rlashtirdik. Programımızdan bugünkü aziz mehmani hamala tanışıq bolğan hörmətli ustaz Şərq Türkistan Ölüm Ala Birligi şundaqla Dünya Müslüman Alimlar Birligi azası Abdurrahman Cemal Kaşiğali'ni təklif qıldıq. Qımmat vaxtınızı qırıb qadam təşrif qılğanınız üçün köp rahmet etimiz. Allah razı olsun. Qadirli görürmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqılıq tarix qılınıvatıdı. Ekran aldı çıxıb duruyatqan numarımız şundaqla ictimai fikir vasitələrindəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq programımızga əlaqədar fikir təklif berişanlarını şundaqla köplegen qarindaşlarımızdan faydalanış üçün hem bəhrləb qoyuşunu unutmayasınlar. Bunda olsa programımızga bevosita kirib ketsek hörmətli ustazımdır. İnfaq degan vaqtimizda nimani tushunamiz, infaqning haqiqiy ma'nosi nima? Programımızdan baş temasi dilam savollardan kirib ketsek. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamısına peygamberimizge dua salamlar olsun. İnfaq lügat ma'nosi qilsak pul xarjlash, chiqim qilish degan ma'no. Yani istimal qilish ma'nosi. Ama Qur'on-i Karim ve sünnetdeki maqsad qilgan atalg'usi kelsa, infaq demek bir musulmonning Allah'ın razılığını, savabını ko'zlab, halaldan tepip, halaldan pul tepip, halal yo'lga ishiltish ve Allah'ın razılığı için yaxshilik yo'llariga sarf qilish deganlikdan iborat. Infaq bir musulmonga nisbatan ikki qism bo'lindi. Shaxsiy infaq, yani shaxsiy chiqim deyli, shaxsiy nafaq qilish deyli. Shaxsiy nafaq qilish deganimiz bir musulmonning yoki bir insonninki o'zining, oilasininki yemek içmek, kiyim kechak, turalg'u joy va uningdan boshqa zaruriyatga va yoki ehtiyojga asosli talablarni qondirish uchun pul xarjlashdi. Shuning bilan birlikda pul olgan bo'lsa birisininki uni ko'paytirish uchun, taxmi foydalash uchun mablag' selish. Buni infaq deymiz. Endi ikkinchi bir tarmoqi infaqning ijtimoiy hamkorlik maqsad qilingan infaq. İctimai infaqdan maqsad yoki hamkorlik infaqdan maqsad Allah'ın razılığı uchun kambag'allarga yaxshilik qilish, jamiyatdagi ehtiyojli o'rinlarga yaxshilik qilish, Allah'ın yo'lida pul chiqim qilish, masalan, islom ma'arif uchun pul xarjlash, islom tashviqot uchun pul xarjlash, vatanning mustaqillik uchun elib berilayotgan sog'lom siyosiy kurashlarga yor yo'lak bo'lish, o'quvchilar qiyinchilik bo'lgan bo'lsa, o'quvchilarning holidan xabar olish, bu ijtimoiy hamkorlikni o'z ichiga olgan infaqdan iborat. Xo'sh. Infaq bu qadar muhim bo'lganligi uchun islom dini infaq masalasiga alohida ahamiyat bergan. Musulmonlarning infaq qilishga buyurgan. Infaq qiluvchilarga katta bir mukofotniki berilganligini tashabbus qilgan. Allohning yo'lida, haq yo'lda, yaxshilik yo'llariga infaq qilishdan bixillik qilib olgan, cho'llik qilib olgan odamlarni qattiq ogohlantirgan. Nima ish qilsa, chunki normalda bir inson ko'pincha holatda o'zining va oilasininki chiqimini avtomatik holatda qamdashtirishadi. Ota bolalar yoki er ayollik munosabati bilan.
Ammo ijtimoiy hamkorlik masalasida yoki jamiyatning ehtiyoji bo'lgan yoki millatning ehtiyoji bo'lgan yoki davlatning ehtiyoji bo'lgan bunday sohaga vaqtida infoq berishga yoki pul xarjlash, chiqim qilish qarta biroz passiv qilish mumkin. Bu sababdan dinimiz bu tashabbus qildi. Nafiq beringlar, ya'ni infoq qilinglar, yaxshilik yo'lda pul xarjlanglar, sarf qilinglar, chiqim qilinglar. Agar sizlar imkoniyatingiz bor turib, yaxshilik yo'lda ishlatmay qolib qolsanglar, bu yerda gunohkor bo'lasizlar. Bu yerda bir hadisni tilga olsak, Ramazonda payg'ambarimiz illiq shamolni saqib olib ketadi dedi. Hamma vaqt saqita payg'ambarimiz bixirliq sifati yo'q. Lekin Ramazon yaxshilik oyi bo'lg'achqa. Xo'sh. Bu fursatni g'animat bilish uchun, qalbini taqim poklash uchun, o'ziniki nafsini poklash uchun, iqtisodini poklash uchun boy imkoniyatdan qo'ldan kelishcha iqtisodiy jihatdan saqib olib ketadi. Boshqa yaxshilik jihatdan boshqa oy qaragancha taqimi saqib olib ketadi. Yana bu yerda bir hadisni misolga olsak, infoq to'g'risida payg'ambarimiz deydi: "Sen bir tillani, ya bugun $1 deydi, Allohning yo'lida xarjlagan bo'lsan, $1 bilan qul ozod qilgan bo'lsan, $1 bilan bir miskinga bergan bo'lsan, yana $1 oilangga xarjlagan bo'lsan, bunun qaysi afzal degan oilang xarjlagani afzal." Yani bundan bunu Peygamberimiz aylık xarjlash afzal deb to'g'dablar, bu aql usulü 5'ini tashlab qo'ysa qilmaydi. Bu hadis bizga afzallik hukmini ko'rsatadi. Yani ishni nereden boshlaysan? Qo'lingda imkoniyat pul bo'lsa, eng dastlabda sening ustingga tushgan bir farz bor. O'zingni baqish, oilangni baqish, xotiningni baqish. Xotinni deb qo'yib tashlab qo'ysang bo'lmaydi. Bolani deb qo'yib qaramamas bo'lmaydi. Birinchi mas'uliyat bu yerdan boshlanadi. Bu yerdan bir az hal qilgandan keyin qolgan mas'uliyatlar, ya'ni savobli ishlar endi keladi demoqchi. Biz buni boshqa xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat haqiqatan. Yuqorida so'zlab o'tilgan tilga elib o'tilgan nuqta asos jihatdan infoqninki shu moddiy chiqim, pul, iqtisod chiqim qilib turib, chiqim qilish taraflariga shuni tilga elib o'tdilar. Endi bu infoqning faqat turlarini bir qancha turga bo'lib, faqatla iqtisodiy jihatdan chiqim qilgan inson Alloh yo'lida chiqim qilgan bo'lamdi yoki uning masalan ba'zilari ilmini chiqim qiladi, vaqtini chiqim qiladi, qobiliyati nurg'un narsalardir. Bu infoqning turlarini bir qancha haqida bu. Yani biz iqtisodiy tarbiya kelib endi material xo'sh. Infoq shar'iy hukm nuqtasidan ikki tur bo'linadi. Farz xarakterlik infoq, nafl xarakterlik infoq. Xo'sh. Farz xarakterlik infoq deganimiz har bir musulmonning ado qilishi, chiqim qilishi, xarjlashi, u sohada badal to'lishi vojib bo'lgan infoqni ko'rsatadi. Agar bir musulmon bu sohada infoq qilmasa, pul xarjlamasa, chiqim qilmasa, badal to'lamasa gunohkor bo'ldi va qiyomat kuni buningki hisobini berdi. Masalan, bu nimaga o'xshaysak, bir insonninki o'ziga va oilasiga chiqim qilishi. Farz modus farz. Oilaniki haqqini ado qilish jihatdan farz modus farz. Shundan birlikda Allohning haqqi bo'lgan zakot. Bir odam zakot berish o'lchamiga yetgan bo'lsa, ya'ni bugungi zamonniki telefon 85 gram oltin olaligida, xo'sh, dollar bo'lsa, uning zakot berish farz. Kapparat, mesela ibadet xatolashdi. Mesela Ramazonda ayolga yaqinlashib qo'ydi. Kapparat qildi. Ramazon tutamay qolib qolsa, yoki boshqa bir ishda qasam qilib qo'yib yolg'iz keldi, kapparat o'ygan bo'lsa, uni berish, u farz. Shundan bilan birlikda bugünkidek aqidamiz hujumga chiqayotgan, millatimiz xo'rlanayotgan, vatanimiz mustamlik ostida ingrayotgan bunday sohaga infoq qilish, bu sohaga pul chiqim qilish, bu sohada aqlini chiqim qilish, ilmini chiqim qilish, iqtidorni chiqim qilish bu farz farz. Iqtisod nuqtasidan farz, ilmiy nuqtadanmi, ijtimoiy, siyosiy nuqtadanmi farz. Masohada hech qanday bir inson qochib qolmaydi. O'zining oilasining maddiy chiqimini qo'llash, maddiy chiqimini qilish, shundan bilan birlikda aqidasini qo'llashga pul chiqarish, bir musulmon usumdan vatanini qo'llashga pul chiqim qilish, milletiga yordam berish uchun pul chiqim qilish farz farz. Har odamning imkoniyati qarta. İkinci turda yana bir turi nafli xarakterlik infoq. Nafli xarakterlik infoq farz emas. Agar bir odam qilolmay qolib qolsa, gunoh bo'lamiz bo'lmaydi. Lekin u odam savobdan quruq qoldi. Bir musulmonlik sifatiga uyg'un ish qilmagan bo'ldi. Ya'ni u odam iymonini mukammallashtirishdan chekinigan bo'ldi. Chunki yaxshilik qilib turgancha iymon oshadi. Odam yaxshilik qilgancha qalbi poklashadi. Bexillashgancha shayton
odamga yamishqa boshlaydi. Masalan, buning misollari nafl sadaqa, zakatdan boshqa. Men biz bir qiyinchilik bo'lgan bir bicharniki, uyning ijozasi to'layapti. Men to'lab beray. Nafl sadaqa qiyinchilik bo'lgan bo'lsa, bir o'quvchi ekan, maktabdan pul to'layapti. To'lab beray. Nafl sadaqa. Bu endi zakat bog'liq bo'lmas kerak. Bu qalbimizni poklash uchun, iymonimizni jonlantirish uchun, musulmonlik ruhimizni har vaqt namoyon qilish uchun farzdan boshqami qiladigan. Aslida vaqt qilib o'tish bir odamning imkoniyati yaxshi bo'lsa, biz qarz urib turish, birisiga pulga ehtiyoj tushib qolgan bo'lsa, bir narsaga ehtiyoj tushib qolgan bo'lsa, oriyat urib turish. Buni hammasi nafl xarakterdagi sadaqalardan iborat. Shunga islom dinimiz xayriy ihson taraflarga ajoyib tashabbus qilgan. Yetimlarning holidan xabar olish, miskinlarning holidan xabar olish, Allohning yo'lida. Allohning yo'lida deganimiz bu faqatla Qur'onlik jangil qartilmaydi. Alloh rozi bo'lgan ish. Qur'onlik ishi olsun, maktab selishi olsun, doktorxona selishi olsun, balkim birazga tafsil etishim mumkin. Buning birisi moddiy imkoniyatini chiqardi, pulini, birisi aqliy imkoniyatini chiqardi, birisi yana bir kuchini chiqardi. Bu orqali Allohning roziligiga erishgan bo'ldi. Bu infoq qilishniki albatta har taraflama foydalari, maqsadlari. Masalan, iqtisodiy tarafdagi maqsad emas, infoqning moddiy tarafini olib aytsa, iqtisod tarafini. Bu birinchi bo'lib jamiyat qiyinchilik odamlarni masalal qildi. Xo'sh. Endi jamiyatning taraqqiy qilishiga his qo'shadi. Endi bu Istanbul kelgan chaqda bu biroz ogohlantirish tarafi desak, sadaqa qilish, xayriy ihson qilish, yaxshilik qilish boylarga nisbatan Allohning bergan bir fursati. Endi qiyinchilik bo'lgan, kambag'al bo'lgan odamlarni ma'lum vaqt qo'llansa bu yaxshilik. O'zini tuzlavagicha bir hüner ögünü var. Devamlı adet kılamasın. Adet kılamasın. Devamlı adet kılıp baka yetip, baka kelgen nersinse o adam başkasının hakkını yiyorgan olur. Bir Müslüman adette özünden çıkımını özü hal kılıp, başkalarına yaxşılık kılış lazım. Bu Müslüman takazası. Lakin başkalarına şük ulaştığında olsa bu Müslüman nispeten iyi iş mi? Meyle o sahada olsun, meyle bu sahada olsun, bu teriş lazım. Yani bunu ictimai maksatlı infakla. Birinci olarak bu imani qarindoshlik ruhini his qildirdi. Boylar bilan kambag'allar orasidagi musofani yaqinlashtirdi. Bu eng muhim nuqta. Ya'ni ijtimoiy tangpuqni saqlaydi. Endi bu ijtimoiy nuqtadan bo'lsin, yo siyosiy nuqta bo'lsin, sog'lom siyosiy harakatlarga madad berdi. Biz bu yerda qo'sh, agar islom ziyonkashlik qildigan, islomga dushmanlik qildigan, islomga fitna fasod taraydigan bunday bir aqim mayli nima deb atalsin. Bunun yardım verse savap gelemdi, kelmeydi. Şirik oldu da cinayet. Şirik oldu. Şunu bir yerde sağlam bir adam, bir siyasi hareketke, bir hayri ihsan qaraydıysa, İslam'ın düşmanlığı var mı yok mu bunun? Düşmanlık olub qalsa, toqsan, bo'lmasa onun yaman iş qilishini kuchlandirgan bo'ldi. Xo'sh. Agar düşmanlık olmay qolib qalsa, bu islom uchun ish qildi ekan, vatanning mustaqilligi uchun ish qildi ekan, millatningga yaxshilik ish qildi ekan deb buningga xayrixohlik qilsa, yaxshilik qilsa albatta. Buning ro'yi maqsadlari var. Masalan, Allah'ın ki razılıqını gözlep halaldan pul tepiştiriş. Yaxşılık qilishni desler pul olish lazım. Xo'sh. Pul olmay turib, maddi jihatdan qiyg'inmaydi. Shuning bilan birlikda shubhilik o'rinlar pul xarjlab qilish lazım. Shubhilik o'rin mayli shaxsiy bo'lsin, ijtimoiy bo'lsin, qaysi tarafdan bo'lsin, shubhilik o'rinlar pul xarjlab saqlash lazım. Chunki gunoh bo'ladi. Ening keyin shubhilik sudsiz kirib qilishni ehtiyot qilish lazım. Masalan, ba'zilar borki, pulni mayab qo'ysak, g'achchil jiq foyda keldi ekan, bundan tapgan pulni men sadaqa vermesem savab jiq olmam dedi. Bu xato. Masalan, bir savdo kirdi, biz 50 ming dollar foyda oldi. Farzan. Bu 50 ming dollarni nereden tap desa, haram savdodan xato savdo. Bu qanday savab oladi, haram ishni qilib turib. Alloh taolo dedi, sening bergan narsang halol bo'lishi lozim. Shu pulni nereden topdi? Nagi işledim bu hisobat var. Şunu bir yerde biz pulunu tapqa vaqtida halaldan az olsun, halaldan tepip halal yolu işletish buni infaq deb ataymiz. Shundan birlikda bu infaq ro'y maqsadlari kambag'allardagi bir hasadxo'rlikni to'ktish. Bu boylar nimish bizni yo'ligini unutmaydi degandek. Ening keyin boylarning ichida bir bexillik var, illati uni paklash. Demak bu infaqniki har turli ahamiyati, har turli rollar var. Buna her adam özünün imkaniyeti başqasa. Bay iqtisodidan, olim bo'lgan bo'lsa, ilmidan, yana bizse başqa bir imkoniyati bo'lgan bo'lsa, o'zininki xo'sh. Allah qaysi shaklda sana ne'matni eng ko'p bergan bo'lsa, shuning haqqini ado qilishing kerak degan gapda hamda. Haqqini mayli
ilimlik bolup, güç kuvvetlik bolup. Ama bu yerde buna kıstırıp yani en muhim bir tarafı infak meselesi de. Hoş. Kıstırıp deydiğimiz kosak ötep gidiyordu. Meyli yardım cemiyetleri olsun, teşkilat olsun, yanımcısı olsun diyeyim ki kosak ötep gidiyordu. Lağmen bilen ötep gidiyordu, nam bilen ötep gidiyordu. Kavap yemsek yaşam olmaydı. Kaprasiyada atı boğullarımız, boğumuz demeyli atıllarımız, zağırnan bilen yaşap tik duruluk. Ama kosak bek kuşağın verken ben akıl kuşaş lazım. Bu milletini kutkuzumuz deydiğimiz akıl kuşaş. Şunun için bu infak meselesini mağarıp düzlendiriş lazım. En cık kuşun. Mektap selişka milletin terbiyeleydiğin. Eğer doktorxanamız bulmaya kalkar, meyada Xudoga şükür doktorxanamız bir milletning doktorxanası olmasa, salamet nasıl doktorxanası selişka, kabiliyetli o'quvchilarni yetishtirishga, bu milletga to'g'ri sağlam yo'l ko'rsa, tadqiqot markazlari qurib, uning ta'minotini yo'lash uchun bu iqtisodni markaziy nuqtadan bu yang yuzlandigan vaqtida bu infaqning savobi hasrat bo'ldi. Ammo buni tamoq bilan to'kitib etsak, qo'saqni to'kitib etsak, bu ketaverdi, kundan chiqatim, ammo vujud bizdan chiqadi. Aqlni taraqqiy qilsin, aqlga mablag' solish bu eng foydali infaqlar. Allah razı olsun. Endi şu infaqning shartlari haqida. İnfaqda 4 xil şart lazım. Birincisi ixlas. Yani bir adam ben Allah'ın rızalıq için kılıman dese bu niyetinden vazgeçip olmaydı. Yok ben bayıken mavu. Ya ki ben sakadamken depka, ya ki bir maksat ya yakınlaşay diyen o için niyet kapkası bu. Riyakorluk hesaplandı. O kıygan infaqın hiç kanda savap alamaydı. Tügeydi. Bu birinci şart. İkinci şart bir adamga yaxşılık kıygan bolsa eziyet vermesi gerek. Mesela falan vaksan mançılık yaxşılık kılmadın mı? Anı qıppamadın mı? Bunu qıppamadın mı? Minnet kıygan ekenler bu ilgir kıygan savabı nölge tan diye. Eziyet verdi mi? Onun psikik cihetten tügdedi. Demek bir açık kep kesse mi? Ay ilgir kıygan işte Allah'ın rızası için kıyganlık için ma açığını besip durup savabını yok atmasıqa onunla tiriş lazım. Üçüncüsü halal yolu hecleş lazım. Pulni halaldan tepiş, halal yoluga işletiş infaqni. Yani Allah'ın rızası için kılgan infaqni halal yoldan tepiş, halal yolu işletiş, haram pulni işletmez. Çünkü Allah Teala la yakbul illa tayyib. Halal narsani başka da kabul kılmayman. Onun üstüne mal dünyada misavatı var. Bunu nereden taptınız? Nerede işlettiniz? Demek kıygan iş özden cayı için bu noktada. Dördüncü şartta uttural yol tutuş lazım. Sakılık kıldığında yançuk nasıl hemiz tökütüp eti göşüyüp karap otası olmaydı. Ya ki bixillik kılıp yançuk obdan bolsa mı? Bixillik kılıp hayır ihsan kıldığı ya ki çöyüllik ise olmaydı. Yani bu iqtisat yaxşılık qilish sahasida meyli o'zining oilasini baqishda bo'lsin, xotin bolalarni yoki ijtimoiy jihatdan Allohning yo'lida yaxshilik qilgan bo'lsin, o'ttir hal yo'l tutish bu eng to'g'risi. U vaqtda o'zim pushaymon qilmaydi, boshqalarga ziyonkashlik qilmaydi, ham savobni quruq qilmaydi. Bir xillik qilib qolib qolsa, hisob kitob qildi qiyomat kuni. Xo'sh. Isrof qilib qolib qolsa, bolalarni qiyinchilikda qolib qoldi, o'zi pushaymon qilib, u savobini yo'qotib qoldi. Bu to'rt shart. Allah razı olsun. Endi şu infaqni nima uchun biz yani imanning taqozzolaridan biri deymiz endi buni. Infaq qilish Allohning yo'lida nafaq qilish, yani pul chiqim qilish deydi zahir bilan. Bu imonning bir qismi. Bu imonning taqozzosi. Bu musulmonninki sufiti, musulmonninki alaylik. Ham bir millatninki madaniyat yaratishdan ochiqishimiz. Taraqqiy qilishni ochiqishni osh. Eğer infaq bo'lmasa, yani infaqdan maqsad yuqori deganimizda o'zining oilasini, turmushini qandash, boshqa yuk olmas uchun, jamiyatning gullanishi, taraqqiyoti uchun mablag' selash, karxona qurish, doktorxona selash, yaramliq kadrlarni yetishtirish, mustamlakaning kadrlardan qutulish uchun. Shunga o'xshash muhim deb qaralgan yerga selash bu muhim ish. Şunun için bu sahada imanınki taqozzasi deb qaraldı. Çünkü Allah Teala Müslümanların yaxşılık yollarına, Allah razı olduğu, İslam razı olduğu, millet güllendiği, vatan güllendiği yer nefek kılış buyurup, "Ha entum haulay tud'un litunfiqu fi sabilillah." Sizlar biz çaqırıvatımız, çaqırılavatısızlar. Allah'ın yolda nefek kılыңlar. Allah'ın yolda pul hacdаңlar. Allah'ın yolda pul çıqırаңlarsızlar. Pul bop qalsa imkoniyat alasiz, qanchalik kuchon yesa, cho'cha chiqiranglar. Demek sizlar chaqadoq bizdi. Bu sizin ixtiyorunuz iş emas. Ben 5 vaqt namoz o'qidim, pul topgancha to'xtamay Makka yo'lida qatnab yurdim, ish tugmaydi.
O özünün ibadetinde kişimek 10 katım var, 100 katım var, 1 katım bardan farz adalı çıkınca nepler. Ondan başka farz olgan bolsa onu kılış. O Mekke yani bağın olsa bak ömrüge tosmayımız. Lekin pul haclaştın evzelliki noktasından qarğavatıda başka farz olup qalsa olmayın. Eğer farzını taşlap qoyup neplega işletip qalıb qalsa onun savabı yok hesapta болады. Ayette feminkum men yabkhali. Sizlarning aranglarda imkoniyati batırıp çöyüllik qilganlar. Allah'ın yolu pul haclash xalmaydiganlar. Xo'p, kim bixillik qilib qalib qalsa o'zining zini qil. Voy men pulni saqlab qoldim, mening bo'lsa deydi, lekin ziyon tatida deydi. Bay haqiqiy bay pulani chiqib faqirlanmaydi. Allah bay sen qanchalik bo'lib qalsan, kambag'alsan. Buni o'yladi. Endi oyat karimalar qarasak Alloh taolo nechilig'an oyatda jon bilan mol dunyoni teng o'ringa qo'ygan. İnfak meselesinde can çıkım qilish, mesela jihad deyli, kurash deyli, onunla mal çıkım qilish, mal qilishga o'xshash o'rin qo'ygan. Har ishga desak tang tashabbus qilgan. Hatto ba'zi oyatlarda vajahidu bi amwalikum va anfusikum deb jonning oldida pul qo'yilgan. Nima uchun desa, bu yer bir necha turli sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar jonini chiqarishi mumkin. Mesela Allah'ın yolunda jihad jan bo'lib qolsa men tayyor. Bazı adamlar pul çıkarış mümkün. Bazı adamlar canım kessin, pulum ketmesin deydiği adamlar buluş mümkün. Bu adamlarga qartılgan buluş mümkün. Enen kendinden bu siyasi köleşlik işlerindeki köpeğinse nemi bilen bulursa canının boğallık olan adamın sanının boğalı bulmaydı. Bunu təminleydiğen akısap təminat pul olması mağmaydı. Mesela mağarip misal qalayın. Mağarip ne? Güllendiriş için mektep buluş lazım. Mektep seliş için pul götürür. Onanga mektep sep qo'yganlar, noch qilib sep qo'yganlar mangmaydi. Onanga yaramlıq o'qituvchini tayinlash lazım. Yaramlıq o'qituvchini tayinlash uchun uning turmushini qanday maosh berish lazım. Enin kendi bu mektep mangdi. Bino bilan aqach haykaldak salvasi mangmaydi saraydak salvasi. Siyasi hareket, mustaqillik hareketidan pul olmay qolib qolsa, bu mujalliqmi? Boshqalarninki qo'li qarab qolgan, muayyan bir partiyaning, muayyan bir davlat puli qarab qolgan ish bilan ish mangmaydi. Çünkü o devlet halis birdi, halis vermeydi. Bəgən bolsunuz sızıq qoydu. Ma sızıq boyunca mağısan, benden biri bulmuş mağmayın. Bu hareket özünün müstakil iradesi bilen hareket kılanmaydı. Demek bir yerde bu cihat fakat kurallıkla cihatlı çekilip kalmaydı. Bir yerde her bir cihat yukarı degenimizde. İktisadi cihat var, siyasi cihat var, ilmi cihat var, fikri cihat var, teşvikat cihat var, istiklalı okşaş. Her türlü cihatlar. Bunun hemmisiye ne bilen medet vermesi ihtisat. İhtisat bo'lgan chaqda endi bu narsa masalasida misol qalaydi. 10 necha adam ishlaydi bilishimcha. Bu 10 necha adam bosh vermasa degandan kechkishi bu yerda ishlamasa ishlamaysiz. Demak bir ishni mangdirish uchun bu amaliyat. O'qilganliklar. Chunki bu xotin bola baqish uchun maosh olish lazım. Bo'lmasa bu yerda ishlamay boshqa yerda ishlasang burmush pul topsiz. Ma bu millatning ishi, dinning ishi buni mangdirimiz deb mesela misal tariqasida da'vatim bu yerda maxsus bu yerni nima qilgan bo'lib, demak, yaxshilik yo'llariga pul xajlash jihad mujahid. Xo'sh. Ba'zan deyish mumkin, men jonimni chiqargandagi pulimni xajlamasam bo'ladi deb unda deyman. Ba'zi pulni xajlaydi, ba'zi jonini chiqaradi. Har ishkalasiga dinimiz tashabbus qildi. Ya'ni bu yerda bir oyat va asıltimiz qarindoshlarga, bo'lapmi iqtisodiy yaxshi qarindoshlarga yaxshilik yo'llariga infaq qilish, pul xajlash, chiqim qilish bu boylarga kelgan bir fursat, oltinday fursat. Bu sharaf, fazilat, ne'mat. Oyat qarang. Va ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffikum. Allohning yo'li qanchalik chiqim qilsanglar, o'rni to'shqizildi dedi. Kim yeb ketmaydi pulni. Allohning yo'lida qanchalik xajlasang, buning o'rni bor tugab ketmaydi dollarning pulini. Buningdan cho'ng bir hujjat dalil lazım. Allohning so'zidir. Yani İslam'ın bir ihtiyacı oladı iken pulga. Milletni qutquzish uchun bir ehtiyoj bo'ladi ekan. Vatanni qutquzish uchun bir ehtiyoj bo'ldi ekan. Ma'arifni qutquzish uchun bir ehtiyoj bo'ldi ekan. Yaramli o'quvchilarni yetishtirish uchun bir ehtiyoj bo'ldi ekan. Millatning ansaviyasini oshirish uchun tadqiqot markazlarini qurish, to'g'ri yo'l boshlash uchun islomiy kitoblarni chiqarish degandek bu sal ehtiyoj bo'ladi ekan. Bu boylar kelgan bir fursat. Xo'sh. Allah'ın bergen bir fursat. Eğer muşu imkaniyet, yani muşunda Allah'ın razılık için pul xajlaydigan yer bo'lmasa, Allah'ın razılığı qanday erişir? Başka saat erişir mümkün, lekin pul qanday erişir? Allah'ın razılık erişkin olduğun, köplep savab ala alaydigan, günahları mağfiret olduğun,
zakatını berib olaydigan, qo'shimcha xayriya ihson qila oladigan bu fursatni yaratib berganligi ular shukr qilsa bo'ldi. Agar mushu yaxshilik qilish o'rinlarini Alloh bermagan bo'lsa, ular yetimlardan o'ta yetim bo'lib qolgan bo'ladi. Yaxshilik qilish o'rin topolmagan bo'lsa, butun hayoti mal dunyoning kendi qo'g'lashida o'tgan bir yaxshilik qilib bir azroq savob olib to'g'rilaydigan imkoniyatga erishilmay qolib qolsa, ular normal yetimdimi? O'ta yetim bo'lib qolgan. Shunga bu fursatni g'animat bilgani taxmin yaxshi. Alloh razı olsun. Endi shu davomli holatda Qur'oni Karimda oyatlarda deyiladi bizga mu'minlarga Alloh xitob qilganda va anfiqu mimma lillahillazi atakum. Alloh sizlarga bergan Allohning melidan chiqim qilinglar deb. Bu mal dunyoning egisi bizlarmi yoki buni qanday tushunishimiz kerak bu shaxsda? Islom mal dunyoning hayotning turk asosi. Ya'ni bu oddiy bir narsa qo'ldan keladigan. Ba'zan qo'ldan kiradi. Bu tushunchani to'g'ri tushunmay qolib qolsa endi bu hayotning turki bu islomda. Hayotning asosi. Haqiqiy egisi kim? Haqiqiy egisi kimmiz? Bu sebepten Kur'an-ı Kerim emvalakumulati ja'alallahu lekum qiyama. Bu mal mülk hayatning asosidir. Bu sebepten mal mülkni qo'g'danglar. Mal mülkni himoya qilinglar, mal mülkni ko'paytiringlar, mal mülkni taraqqiy qildiringlar, gullantiringlar. Endi gibimiz kelsak, islomda mal mülkning egisi Allah. Xo'sh. İnsan çok tapqini, pul jafo tatqini, tar to'kkan insonsa, inson bu pulni ishlatishdanki bir vakil. İnsan mal dünya tepiştike ya pul tepiştike pul hacdacık vekil gibi var. Şuna bu vekil Allah'ın köz tüpergen, malın hakikisi Allah'a olan köz tüpergen yege işletiş lazım. İnsan bir yere gelsin demiş ki pulunu tapıdı, pulunu Allah köz tüpergen yege işlet. Eğer pulunu hata yoldan tapsa, haram yoldan tapsa, haram yol işletse o vakti o vekillik mecburiyetini o cayda ada kılmagan olur. Ama İslam'da yukarıdaki malın egisi Allah olsa. İnsan bu malni iste'mol qilishga ya sarf qilish bir vakil bo'lsa, u vaqtda bundan qanday bir yakun chiqilsa, malning egisi bo'lgan Alloh taolo va vakil bo'lgan insonga farz yoki nafl shaklda bir bo'lak prinsiplarni yo'l qo'ygan. Masalan, zakat kelgan chog'da buni berish ham farz deb prinsip bekitdi. Uningdan boshqa zakat bilan masala hal bo'lmasa, uningdan sirt yana pul haclışım. Bu mu? Prensip sana nispeten. Bazen de var. Ya hem de hazır zakat tükkenti edip kara buldun. İmkaniyeti yaxşımız yaxşı. Yani hacleş çekizlik mühim bir ciddi bir ihtiyaç bolsa mı? Mesela biz eğer kesel oldu değil, operasyon yapıldı. Bir okuş değil, eğer okuşun pulunu tölemeye kapıp kalsa, mektepten ayrılıp kaldıgan diyen okuşaş. Dese, yok hem zakat pul tükkenti kaldı. İslam dedi ve fi amvalim hakkun ma'lum lis-sa'il vel mahrum. Zakatın başka öteydigan mecburiyeti var. Allah bergen nimet bu fırsatını ganimet bilsin. Bunu doğru düşünüş lazım. Çünkü Allah Teala yani bu ayette aminu billahi ve rasulihi ve enfiqu mimma ja'alakum mustahlafin. İmanı başladı. Allah işten sizler. Peygamber işine iman ettin. Allah sizlerini izbasar kıygan mal dünya var. Mal dünya sizler vekildir. Malının egisi Allah deyil. Malını sizler özünün cahil işiltan. Özünün ihtiyacını olsa işiltanlar. Balcaqanın ihtiyacı olsa işiltanlar. Onundan eş insanlar normal ihtiyacından, zöruriyetten, normal ihtiyacından başka cemiyetin ihtiyacı var. Dinlerin ihtiyacı var, milletin ihtiyacı var, vatanın ihtiyacı olup kalsa bir yergi sizler çıkım kılanlar dediğimiz buyur. Demek ahırda kardeşler yani şunu esiltip ötürünüz ki insanın hayatında işiltip bağını özüge mensup. Elbette. Qanchalik yaxshilik qiladisa, qanchalik ishlatarsa, yaxshilik yo'liga uning savob bersin. Masalan, bir odam 10 million qoldirib ketdi bolalarga deydi. O'z hayotida 1 millionlik yaxshilikni qilmagan deydi. Bolalar qaysa dadasiga yetib qilmay qolib qolsa, bu odamning o'lgandekinlar 10 million bilan bo'lgan butun munosabat tugaydi. U bolalar mirosxo'rlarning haqqi bolalar. Ular to'g'ri yo'l ishlatsa, savob keladi. To'g'ri yo'l ishlatmay qolib qolsa, yaxshi yo'l ishlatmay qolsa, bu odam hech qanday uningdan manfaat kelmaydi. Şu an malının egisi Allah iken biz onun vekiliyken bunu cayda doğru işletelim deb bu fırsatda infak qilishga, Allah'ın yol çıkım qilishga köplep kuchash lazım. Köpten köp rahmet. Allah razı olsun. Vaxtımızın toşup kaldığımız yerde ağırlaştırsak. Rahmet.
Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi 5-chi sonimizni mushada oxirlashtiraylik. Haqiqatan so'zlab o'tilgandek, albatta infoq deyilgan vaqtida hammamiz noiti darhallam esimiz keladigan bu xilma-xil Alloh rozi bo'ladigan yo'llarga chiqim qilish darhal esimiz keldi va buni eng qaysi shaklda qilishimiz kerak ekanligini tafsiliy holatda to'xtab o'tdi ustoz. Va undan boshqa yana har bir sohadagi millatimizning ichidagi dini faqat shu qobiliyatli kishilarimizning o'zininki islomda qandoq Alloh qaysi sohaga, qaysi sohada ko'proq ne'mat, qobiliyat bergan bo'lsa, mayli vaqtimizni shu millatimizningki, musulmonlarningki ko'tarilishi, yuksalishi har jihatdan yuqori bo'lishi uchun tirishchanlik ko'rsatishi, vaqtini chiqarishi millatning farzandlariga va millatimizning har xil bu ishg'ol, masalan, zulmdan qutulishimiz uchun kecha kunduz qo'lidan kelgancha xizmat qilishning o'zimi Alloh rozi bo'ladigan chiqimlardan, Alloh rozi bo'ladigan yo'llardan ekanligini nihoyatda kengri holatda tushunib o'tishimiz kerak bo'lgan mavzular. Allah subhanahu va taolo ömür berse her kuni inşallah iftardan burun xilma-xil temalar degan to'xtalishga davom qilamiz. Ijobatli duolarlarda duo qilishni unutmanglar. Allah adi kechdi ko'rishgacha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب